Ama sayohatni ajoyib yaxshi ko'rmayman. Bugungi sayohatga vlogimizni tatib olib keldim. Aslida bu 6-oyning biridagi vlog deb bugun arang kirishtirib ovoz berdim. Shunda vlog ishlaydigan o'rin bo'lib ketibdimi? Shunday sayohat qilishni bilmayotganlar, ichib pishib zerikib qolgan biraylar mana Erkinazada bir o'tirib kelsak bo'ladi deganlar oxirigacha ko'ringlarmi? Miyaga chiqsanglar bo'lgan shunda mazirsin payzga shunda azada suvi balki qarg'ayim balki o'tirgan yeşilchilik ish qilib hamma payzga juma. Unda olib qolsa men minib ketdik. Shu kerakli narsani hamma nerdan oldik desanglar, shu Shadamantillar bazar bog'i mening do'konimning ostidagi. Shu yerdan shu ustal o'rindiqdan tatib shu gaz o'choqlariga hammani ijara berganjima, ijara bergan bahosini bek muvofiq chiqadi. Shu yerda ijara olsanglar bo'ldi. Qolgan narsani ham yeydigan mevji va ondan keyin chaqirgan narsa degandek tatib turib prani ko'p bo'lmoqda. Makopning go'shtirmishdan narsalarni ilib chiqib o'zimizning yig'iz panasini mindek opdik. Ondan keyin men Adilkamning do'koni bor, Adil Bog'van. Shu yerda Asraning aralash chiqqan xo'gosi borki, ajoyib peyzajı bu ta'miyan bek ishonchli chiqadi ekan. Mana dalalar sayohatlar chiqqanda shu gaz o'choqni eplam o'zining qazanlari bo'ldi ekan. Shu xo'godalar birini ilib hammamiz aralashtirib chiqqandan keyin asha xo'go qilib yesanglar ajoyib peyz bo'ldi ekan. Bu narsalardan ilib mana nay chiqdi desanglar, shu avliyo cho'qqisini ochgan kuniga men avliyo cho'qqisi ust tarafga chiqimdi, lekin miyada bir oromgoh borki, ajoyib bek chiroyli ekanligi bugun tek oshmabdi. Biz içip kirib qoldik. Agar shu shpingrimni shu yerning egiz ko'rib qolsangiz ham to'g'ri tushunadi, lekin men yerlarni biz qilayman buzg'ay hol yo'qmi? Biz kirishdan burun qanday bo'lsa shu bitta bog'lab qo'yib chiqib amni men ish taraf kirdim, men ust tarafga chiqdi. Ust tarafga qarsanglar mana qarg'ayim balki qarg'ayning yinda men yinimizda buloqdan chiqqan bir suv balki ananki miyalami shunda yeşilchilik shunda bek chiroyli ekan. Men shu suv bo'lsa, qarg'ay bo'lsa, yeşilchilik bo'lsa degani bek orzu qilmayman. Shuning bilan mana mishaga o'zimizning bayqustal o'rniqlarimizni qurashtirib yetib o'tadi. Qanday miyada nima xo'goning sey, ma'dada xo'gon bekib ketmayman, lekin mana yeşil ko'k seylarni bek yaxshi ko'rmayman. Shu ham yaxshi ko'rgan seylarimni avag'andim. Lekin juyishni unutib qoldik aldirishchilikda. Qarsak men tayyorlam suvat ekan bu narsalarni juyib tizib xo'golarimizni chilab tayyor qilib etdik-da. Endi mana sayohat qilib yursa, odamning kayfiyati ko'tarilib qoldi ekan. Arayallar arsada mer muhabbatmi ulg'aydi ekan desak bo'ladi va sayohat qilib ajoyib peyzaba bolalarimiz bu ko'rmaganini ko'rdik mana. Kichikdan bizda sayohatlarni yaxshi ko'rgan bo'lib bir romantik bir balcho'g'li degan gapda. Bizda xo'golarimizni, mo'golarimizni yeb bir qurparang qilib uni qilib miyalada birda tog'larga yamishib degandek ashtaqib o'tirib yadim xil bir badi vaqtchi. Shu hamda qaytaylikda bu narsalarimizni yig'ishtirib hamda biz naymonliq deganda shu Nuraxon tarafga maqduq. Uzanlab bilasizlar Nuraxonningki shu Qaysarning aramgohi mana shu Qaysarning aramgohi berib shu yerda makobimiz bormiz va abayib balli qilib qo'ygan. Shu Qaysarning aramgohi berib shu yerda kablarimizni pishirib birdan bir parang qilib o'tirib adandan keyin bir atlar boshlanuvchi bundan atlarni minib ko'rib adandan keyin qaytalikda shu yoqqa qarab maqduqda hozir kayfiyatlar shashlab turib hozir yoshlarda bo'lsa yoki cho'nglarda bo'lsin shu xalqni aramgoh u yerlarni to'ttamni ichiga solib olib choy o'ynaydigan ayfonlar pek chiqchi. Endi qishda bo'ldi, lekin yozda menimcha bo'lsa to'ttamni ichiga solinmay mana manzillik yeşillik mana yalay chiqib chaylanlar bo'lsa o'tkazsanglar bo'lgan modular bilan chiqib bo'lgan miyaga ham biroz krapul basalab ochib qo'ydi. Ananki o'zimizga yaqin qulaylik ananki miyaga nima bek payz qilib yetibdi bundaq kelangishlar borga o'ynasaqmi rasmlar tushsakmi shunday ko'ngilli bo'ldi ekan. Balamlar mishad aslimlarni qoldirib mana go'langish degan o'ynab ananki miyada mana narsa borga miyada o'tirib rasmlar tushsanglar ajoyib chiroyli ekan mening manzillari. Ananki hamda ot minishni bek yaxshi ko'rmanda deylik ot mingan uzoq bo'lib ketibdi ekan to'q. Sen juraylar pok
Shu narsa meni paqayara bir kelganiki deb bu atni minsam bu atni atganing kechkish mindaga o'xshaydi. Bular yeshalim qolmabdi. Men oralim yig'otdi. Chiqib at minsanglar bek payzul ekan. Shunroq xo'ng chiqsanglar shu atlar ekan, to'glar ekan. Ana kim shu qaysarlarning oromgohlari bor, bunda qozoq uylar ekan, ijara olib kechilar yozsanglar. Shu miya kesak bizning kavoblarimiz pishib tayyor bo'lib ketdi. Kavoblarimizni yeb, tavuz qo'g'onlarimizni yeb qurgan bir ish qolganlarini yeyib qaytaylik bo'ldi, keshim bo'pti deb mangduq. Ha, ko'rgan bo'lsanglar, shekaycha yurak bisib inkasrayning gullarni yo'llab qo'yish unutib qolmanglar, juma.